Bundan ne korkamam? Ne bundan? Kaçı? Kaç, gel zaten. Hayırdır? Gel söyle. Gel tüm gel. Ha do'stlar. Mana shunaqangi janjalli videolar, faxsh videolar qo'yilsa, video ostiga 100 minglab like'lar yig'ilib, 100 minglab kommentariyalar yig'ilib ketadi. Lekinda bir onaxon bir oyoqsiz qiynalib, og'riqlardan uxlolmay yotsa, ko'pchiligimiz ko'rib, ko'rmaslikka olib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Mana shu videoga be'tibor bo'lmaysizlar degan umiddamiz, qadrdonlar. Men anchadan beri ko'rib turibsizlar do'stlarim, Ihson videosini chiqarmay qo'yganman, murojaatlarni olmay qo'yganman. Lekin bu onaxonni ko'rib do'stlarim, chidab tura olmadim. Bu onaxonga yordam bermasak bo'lmaydi, qadrdonlarim. Bu onaxon bor yo'qlarini, hamma narsalarini sotib do'stlarim, mana ko'rib turibsizlar. O'zlarining ham hozir hamma gaplarini eshitasizlar. Bor yo'qlarini sotib, operatsiyalar qilganlar hozirda na uylari bor, bir qanaqadir qarindoshlarinikida vaqtinchalik yashab turibdilar. 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari mehribonlik uyida juda ham qiynalgan ahvoldalar do'stlarim. O'zlarini karta nomerlarini qoldiraman, qadrdonlar. O'zlarini telefon nomerlarini qoldiraman. Aziz do'stlar, bizning kanalimizda juda ham saxovatpesha insonlar yig'ilgan. Ko'pchilik qiynalganlarga yordam qilganmiz. Mana shu obunachilarimiz bilan birgalikda inshaalloh mana shu ulug' ayyomda shu onaxonni ham do'stlarim yolg'iz qoldirmaymiz degan umiddamiz, befarq bo'lmaymiz. Qo'limizdan kelgancha do'stlarim, Alloh yo'lida mana shu onaxonga yordam qilamiz. Kimnidir imkoniyati yetmasa do'stlarim, imkoniyati yetadigan tanish bilishlarimizga videoni tarqatib qo'yamiz, qadrdonlar. Bizda Ihsonga xiyonat yo'q do'stlarim. Biz Ihsonni orqasidan kun ko'rmaymiz. O'zimizning ishimiz yetarli, Allohga shukr. Shu onaxon iltimos qilganlari uchun mana shu videoni qo'yib beramiz do'stlarim. O'zlarining kartalari, o'zlarining telefon nomerlari bemalol kimdir aloqaga chiqib so'rashlaringiz ham mumkin do'stlarim. Kimdir ihson qilmoqchi bo'lsa, bemalol o'zlariga ihson qilaverasizlar. Hammadan Alloh rozi bo'lsin do'stlarim. Aytgancha, ulug' ayyom bilan tabriklaymiz barchalaringizni. Tutadigan ro'zalarimizda, qiladigan yaxshi amallarimizda Alloh taolo ajr savoblarini bersin. Aziz do'stlar, Jizzaxdagi videomizni ham ko'pchiliklar ko'rdi. Yaqindagina Xudo xolasa davomini chiqaramiz. Qo'llab-quvvatlab turganlarga kattadan katta o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman, qadrdonlar. Bizning kanalimizda Xudo xolasa yaxshigina zo'r videolar chiqadi. Kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Hammaga kattakon rahmat. Onaxonning videolarini ko'ramiz. Alloh yo'lida qo'limizdan kelgancha ihson qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum. Ahli musulmonlar. Bir necha yil oldin surunkali osteomiyelit bilan oyog'imni kesib tashlashgan. Hozirgi kunda yana o'sha kasallik davom etyapti. Bir necha marta davolandim, bo'lmayapti. Endi hozirgi kunda doktorlarimiz yana operatsiya qilamiz, endi yuqoridan kesamiz deyishyapti. Iltimos, yordam beringlar. Hozir operatsiyani 55 million deyishyapti. Men 55 millionni topa olmayman. İki nafar go'dagim bor. Mehribonlik uyida. Mana shu go'daklarim uchun iltimos yordam beringlar. Turmuş ortağım yok. Allah'tan başka hiç kimim yok.
Allah'a şükür. 4 nefer farzandım var. 2 neferini çıkardım. 2 nefer için. Şu godeylerim için, norasıydı godeyler için. Ayağa duruşum gerek. Yardım verirler. İlacım koymagandan sizlarga chiqyapman. Ro'za Ramazonda shunday ulug' ayom kunlarida bizga qilganlaringni Allohim jannatlar bilan mukofotlasin. Bizdaqa miskin beva bechoralar, nogironlarga qilganlaring, yetim yesirlarga qilganlaring Alloh dargohida qabul qilsin. Iltimos, boshqa ilojim qolmaganidan sizlarga murojaat qilyapman. Shunday dard bergani uchun Allohimga hamdlar bo'lsin. Yordam beringlar iltimos. Hozir tizzadan yuqorigacha yering chiqqan. Na kechasi, na kunduzi uyqu beradi. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlaring, qilgan yordamlaringdan Alloh rozi bo'lsin.